Yuqorqilik ishimizdan davomi hurmatli vatandoshim diqqat qiling. U yana Govingoy bilan Jungo taraf soqchi bexatarlik xodimlarining munosabati kelganda Govingoy mundaq ko'rsatdi. Jungo bexatarlik ministerligi ta'siri bor savdogarlar bilan munosabat bog'laydi. Savdo munosabati o'rnatadi. Men Jungo bexatarlik ministerligining sobiq muavin ministri Mojanni tanıydım. Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti mening Beijing'deki Pango sarayımda işxona qurgandaydı Govingoy efendi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Deyildi xabarda. Jungo aloqador taraflar xiyonatchi bilan xiyonatchiga qarshi qarakollar bilan chirikdishga qarshi oilasidagilarni qo'lga olib tahdid solib delo turg'izish bilan shug'ullanadi. Bu ishlar hozir taraqqiy qilib, pul bergan kishining og'zini tuvoqlash darajasiga ko'tarildi. Ya'ni paraxorlarga pul bergan kishini maxfiy o'ltirish darajasiga ko'tarildi. Jungoning davlat mashinasi xalq uchun xizmat qilmaydi. Delo boshqarish, delo tekshirish emas, balki ovozni tuvoqlashga aylandi. Qizil tutush uqtirishidagi uning Govingoyning Jungo salohiyat kelishkisi masalasi kelsak, Govingoy mundaq deydi. 20 yildan beri men Jungoluk salohiyat kelishkisini ishiltib boqmadim. Men Amerika grajdanim. Qo'limda o'tir Sharqdagi 3 davlat va Yevropa davlatlari bo'lib 11 davlatning pasporti bor. Men Jungoluk emas. Salohiyat kelishkisiga meni Jungo bexatarlik ministerligi amaldan qoldirgan. Ya'ni mening salohiyat kelishkamni deydi Govingoy, Jungo bexatarlik ministerligi amaldan qoldirgan. Govingoy so'zlagan siri o'zini kuchli his qilishga boshladi. Amerika ovozi Xitoy til programmasi bo'limining mudiri bevosita anglatish va ko'rsatish maxsus programmasida qatnashgan Gong Xiaosha mas'uliyatdan xalos qilish bayonotini bir qancha qatim takrorladi. Riyosatchi Dong Fangning ifodasi burunqiga o'xshashmay qoldi. Bu yerda Gong Xiaosha degan Amerika ovozi radiosi Xitoy til bo'limining mudiri. Bu yerdagi Dong Fang degan kishi Amerika ovozi radiosining Xitoy til programmasining riyosatchisi. Shu nima deydi? Dong Fangning ifodasi burunqiga o'xshamay qoldi. Dünya bo'yicha dabdabali radio, Amerika ovoz radiosining bevosita ko'rsatish va anglatish programmasining sifati shundoq deyishga bo'ladiki, xususiy madaniyat shirkatlari ko'rsatgan programmalarga yetmaydi. Surat manzillar qo'pol bo'lib qolmasdan, balki radioning ovozi ham mujamal. Programmada Govingoy so'zlab kelib, Wang Qishan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitet Siyosiy byurosining a'zosi. Navbatda Jungo Kompartiyasi Intizom tekshirish komitetining sekretari, 7 doimiy hay'atning biri. Navbatda Rais Xi Jinpingning eng yaqin odami, balki chiriklashishga paraxorlik qarshi turishni Rais Xi Jinping bilan Wang Qishan ikkisi birlashib qilyotdi desanglar bo'ladi. Hozir bu Govingoy degan odam Wang Qishan va uning oilasini pash qilyotdi. Wang Qishanning ayolining inisining xiyonati, chiriklashish masalasi kelganda Amerika ovoz radiosi Xitoy til programmasining ko'rsatishida kishilar tasavvur qilib yetolmaydigan bir ahvol o'rtaga chiqdi. Programma elish o'rnidan amdila ayrilgan riyosatchi Gong Xiaosha bevosita ko'rsatish bilan mashg'ul bo'layotgan Dong Fangga mundaq dedi. To'xtab qol. Dong Fang inkas qaytarishga ulgurmay turibla ko'rinish darhol uzib tashlandi. Shunda qilib signal uzilib qoldi. Ko'rayotgan anglag'uchi va ko'rguchilar kutmaganda yuz bergan bu ahvoldan gangirab qolishdi. Mutaxassislar bunday tahlil qilishdi. Programma uzilib qolishni keltirib chiqargan sabab 3 xil bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari radio ishlari doimiy komitetining bisimi. Birinchi,
Amerika Qo'shma Shtatlari radio ishlari doimiy komitetining basimi, ya'ni BBC'ning basimi. BBC'ning basimi naq maydon ko'rishisi buyruq bilan to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi, diplomatik talash tartishlar keltirib chiqarishi mumkin deb ansirab, Amerika ovozi radiosining yuqori qatlam rahbarligi naq maydon ko'rishtish programmasini vaqtincha uzib tashlagan bo'lishi mumkin. Uchinchi, Jungo taraf Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati orqali Amerika ovozi radiosiga besim ishlatishni jiddiy uqtirgan bo'lishi mumkin. Bu ishg'olparaz Govingoyni ziyorat qilayotganda ziyorat programmasi nima uchun to'xtatildi degan javobga birinchisi BBC, ikkinchisi ikki davlat munosabatining diplomatik munosabatlarga ta'sir etadi deganlik, uchinchisi Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati orqali bu xabarni anglatmaslik to'g'risida besim ishlatganlikdir. Amerika ovozi radiosi maxsus programmasiga buyruq tushirib to'xtatgan Jang zodi kim? Mavzuliq suratli xabar 4-oyning 22 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Jang kim? Bir qatim qo'yilgan savol. Kim Jang? Ikkinchi qatim qo'yilgan savol. Amerika ovozi radiosi Govingoyni maxsus ziyorat qilish programmasining to'xtatib qo'yilganligi to'g'risidagi voqeani qo'g'lishish va bu to'g'rida izlanish 2017 yil 4-oyning 22 kuni deydigan kichik mavzu suratli xabardagi suratning beshiga qo'yildi. Yanada axborot qiziq nuqtalari Govingoy aqim masalasi to'g'risida suhbat. Mavzuli xabar 4-oyning 23 kunigacha Amerika ovozi Xitoy til programmasining birinchi betidan yoki kanalidan elib o'tilmadi. Bu zodi qandaq gap?